Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men tövəndə tuz və sağlamlıq temasida qısqa bir leksiya so'zlamoqchi. Hammanglarning diqqat qilib anglashinglarni umid qilaman. Tuz kundalik turmushimizda kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim moddalarning biri bo'lib, agar biz tuz iste'mol qilmasak, hayotimiz davom qilmaydi. Ya'ni tuzdan ayrilgan hayotlik bo'lmaydi. Ammo agar biz tuzni uzun muddat badan ehtiyojimizdan ortiq iste'mol qilsak, böğrükimizning xizmat yuki eshib ketib, yuqori qon besimiga giribdor bo'lish ehtimolimiz yuqorilaydi. Biz normalda tuzni badanimizning ehtiyojiga asosan emas, balki bizningki tuz ta'miga bo'lgan tonishimizga qarab belgilaymiz. Ya'ni biz tamoqni tuzliq bo'lib qopti yoki tuzsiz bo'lib qopti yoki joyida bo'pti deganni badanimizningki tuzga bo'lgan ehtiyojiga qarab emas, bizningki shu tuz iste'mol qilish odatimizga qarab belgilaymiz. Undaqda badanning kundalik tuzga ehtiyoji qanchalik bo'ladi degan vaqtida bizningki badanimiz kuniga taxminan 1,25 gramdan 6 gram oralig'ida tuz yoki 0,5 gramdan 2,4 gramgacha natriyga ehtiyojliq. Ya'ni biz yeyotgan tuzningki taxminan 40% natriy hisoblanadi. Biz normalda tuz iste'mol qilgan vaqtida natriyni o'lchamaymiz, lekin tuzni o'lchaymiz, ammo badanimizningki bu yerda ehtiyojli bo'lgani shu tuz tarkibidagi natriy va hilor moddasi. Odatda 10 gram tuzda taxminan 4 gram natriy moddasi bo'ladi. O'xshamagan yoshdagi kishilarningki shu kundalik tuz iste'mol miqdoriga bo'lgan ehtiyojida ba'zi farqlar bo'lib, hozir xalqaroda o'rtaq qabul qilingan kundalik tuz iste'mol qilishninki eng yuqori cheki tovandikicha, ya'ni 3 yoshdan tövəndiki kichik bolalarningki kundalik tuz miqdori eng ko'p bo'lganda 3 gramdan oshmasligi, natriy miqdori 1,2 gramdan oshmasligi kerak. 4 yoshdan 8 yosh orasidagi bolalarga nisbatan kunda iste'mol qiladigan tuz miqdori eng ko'p bo'lganda 4 gramdan, natriy miqdori 1,6 gramdan oshmasligi kerak. 9 yoshdan 13 yosh orasidagi bolalarda kunda iste'mol qiladigan tuz miqdori eng ko'p bo'lganda 5 gramdan, natriy miqdori 2 gramdan oshmasligi kerak. 14 yoshdan yuqorilar, ya'ni mayli balog'atga yetganlar bo'lsin yoki o'rta yoshdagilar yoki yashanganlar bo'lsin, kunda iste'mol qiladigan tuz miqdori eng ko'p bo'lganda 6 gramdan, natriy miqdori eng ko'p bo'lganda 2,4 gramdan oshmasligi kerak. Ba'zi dokladlar qaragan vaqtida 2300 milligram natriy deb ilingan. 2300 milligram degani, ya'ni 2,3 gram. Men bu yerda shu 6 gram tuzninki 40% 2,4 gram deb oldim. Demak, bizningki o'xshamagan yoshdagi tuzga bo'lgan ehtiyojimiz ozroq farqlanadigan bo'lib, eng ko'p bo'lgan vaqtida kuniga 6 gramdan ortiq tuz iste'mol qilmasligimiz yoki bo'lmasa 2,4 gramdan ortiq natriy iste'mol qilmasligimiz kerak. Undaq bo'lmagan vaqtda biz tuzni badanning ehtiyojidan ortiq iste'mol qilgan bo'lamiz. Natijada biz o'ylab boqmagan, biz umid qilmagan ba'zi yomon oqibatlar kelib chiqishi bizningki salomatligimizga og'ir ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ko'rayotgan bu jadvalda shu dunyoda tuzni eng ko'p iste'mol qiladigan bir qism davlatlarningki tizimligi bo'lib, bu jadvalda ko'rganimizdek Qozog'iston dunyoda tuzni eng ko'p iste'mol qiladigan davlat hisoblanadi. Ya'ni Qozog'istonninki kundalik
tuz iste'mol qilishi taxminan 15-2 gram atrofida, uningdan qolib qolsa O'zbekiston 14-3 gram atrofida, Turkmaniston 13-8 gram atrofida, Tojikiston 13-7 gram atrofida, Qirg'iziston 13-7 gram, Janubiy Koreya 13-2 gram, Singapur 13-1 gram, Mongoliya 13-1 gram, Ozarbayjon 12-9 gram, Armeniya 12'de 5 gram, Yaponiya 12'de 4 gram, Xitoy 12'de 3 gram. Bu jadvalda ko'rsatilgan davlatlarning hammasi degidek mush xalqarodagi o'lchamdan bir hassadan 1,5 hassa ortiq qashdaga tuz iste'mol qilishga odatlangan. Bu davlatlarda haqiqatan mushu alayda semiz odamlar ko'p bo'lmasmi, lekin qon besimi yuqorilar hozir yildan yilga ko'payyotidi. Buning bir sababini mushu tuzni ko'p iste'mol qilish bilan munosabatlik deb qarashga bo'ladi. Hamda qon besimini yuqoriltadigan omillar ichida birisi mushu may, kolesterol bo'lsa, yana birisi tuz. Tuz sababidan qon besimi yuqorilganlarda ko'pincha semizlik ahvoli bo'lmaydi. Lekin go'sht mayni ko'p yeb, kolesterolning ishib ketish sababidan qon besimi yuqorilganlarda ko'pincha hollarda qon besimi yuqorilash bilan birga birla vaqtda semizlikmi bo'ladi. Bu mushu tuz sababidan kelib chiqqan yuqori qon besimi bilan go'sht mayni ko'p yeb kelib chiqqan qon besimi, yuqori qon besimida bo'ladigan farqlarning birisi. Bu rasmda mushu dunyodagi o'xshamagan 5 davlatdagi mushu McDonald's tomog'iniki, kichik bolalarniki mushu to'g'ri go'shi tomog'idagi tuz tarkibi bo'lib, ko'rayotganimizdek Angliyada bu to'g'ri go'shi tomog'iga soladigan tuz miqdori eng oz, andan Turkiyada eng ko'p. Gerçi McDonald's tomog'i butun dunyoda o'xshash deb qaralsimi, lekin shu yerdagi insonlarniki ta'mga bo'lgan ehtiyoji, yana tuzga bo'lgan ehtiyojiga qarab, bularningki tuz ishlatish miqdorimi alohida farqlangan. Bu faqatla shu yerlik xalqlarningki ehtiyojiga qarab tengshelgan bo'lsa-mu, lekin sog'lomlik nuqtasini aytgan vaqtida tuzni ko'p yeyish sog'lom emas. Mundaqcha aytgan vaqtida Turkiyadagi shu o'xshash bir yemeklikdagi tuz tarkibi Angliyadan taxminan 3 hassa ortiq degan gap. Buning o'zi misolanga shu insonlarniki, shu davlatdagi insonlarniki yemeklik odati bilan moslashgan bo'lsa-mu, lekin sog'lomlik nuqtasini aytgan vaqtida ularningki shu McDonald'ning o'xshamagan davlatdagi setilgan tomoqlarning sog'lomlik o'lchimida zo'r farq bor deb qarashga bo'ldi. Endi uzun muddat shu tuzni badanning ehtiyojidan ortiq iste'mol qilgan vaqtida tövəndikidək bir neçə yaman oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Birinchisi, dastlabda deb o'tgandagidek qon besimi yuqori bo'ldi, tuzni ko'p iste'mol qilgan vaqtida. Ikkinchisi, yurak qon tomir kasaliga giribdor bo'lish xatiri yuqori bo'ldi. Uchinchisi, miya qon tomir kasaliga giribdor bo'lish xatiri yuqori bo'ldi. To'rtinchisi, böbrek kasaliga giribdor bo'lish xatiri yuqori bo'ldi. Beshinchisi, ba'zi tadqiqot natijalariga asoslangan vaqtida oshqozon rakiga giribdor bo'lish xatirimi mushu tuzni ko'p iste'mol qilish bilan yuqorilab mangdiganligi doklad qilingan. Ya'ni bular mushu tuzni badanning ehtiyojidan ortiq iste'mol qilgan vaqtida kelib chiqadigan yomon oqibatlar. Shunga biz mushu tuz iste'mol qilgan vaqtida cho'qim tuz miqdorini yaxshi kontrol qilishimiz, faqat biz shu o'zimizniki tuzga bo'lgan ta'mga bo'lgan ehtiyojimizga qarab, badanning ehtiyojidan ortiq tuz yemasligimiz bo'lmay qolib qolsa, biz o'ylamagan yomon oqibatlarniki kelib chiqishi mumkinligini
deb o'tmoqchi. Hamda bu tuzningki ortiq yeganning ziyni hargizmi bir oy, 2 oy yoki 1 yil, 2 yilda ko'riladigan oqibat emas. Bu uzun muddatdan keyin kelib chiqadigan yomon oqibatlar. Biroq bu oqibatlar chiqqandan keyin bu keyniga yondirish qiyin. Ya'ni bu oqibatlar, bu zaxmlar, tuzni ortiq yeyish sababini kelib chiqqan zaxmlar paydo bo'lgandan keyin tuzni azaytish orqali u zaxmini keyniga yondirg'ili bo'lmaydi. Shunga shu yosh vaqtimizdan tortib tuzni kundalik tuz iste'mol shu nimasini miqdorini nihoyat yaxshi kontrol qilishimiz bizningki kelgusi sog'lomligimiz uchun alohida muhim. Bu rasmda ko'p miqdorda tuz yegan odamlarniki shu yurak qon tomir kasalligiga giribtor bo'lib, o'lib ketish nisbati ko'rsatilgan bo'lib, sol tarafdagi birinchi grafikda sariq ranglisi tuzni oz yeganlarniki o'lib shu tojsimon yurak kasali bilan o'lib ketish nisbati, yinidagi ko'k rangliki tuzni ko'p yeganlarniki tojsimon yurak qon tomir kasaliga giribtor bo'lib o'lib ketish nisbati bu rasmda ko'rayotgandagidek bu o'lib ketish nisbati shu tuzni ko'p yeganlarda ko'zga ko'rinarli holda yuqori bo'lgan. O'tirdagisi yurak qon tomir kasali bilan o'lib ketganlar, ya'ni birinchisi tojsimon yurak kasali bilan o'lib ketganlar, o'tirdagisi yurak qon tomir kasali bilan o'lib ketganlar. Buningdan ko'rayotgandagidek tuzni ko'p yeganlarniki o'lib ketish nisbati tuzni oz yeganlardan ko'z ko'rinarli darajada yuqori. Mavu shu tuzni ko'p yeganlarniki uchinchisi tuzni ko'p yeganlarniki bilan tuzni oz yeganlarniki o'lib ketish nisbatiniki silishtirmasi, ya'ni buningdimi shu tuzni ko'p yeganlarniki o'lib ketish nisbatiniki tuzni oz yeganlardan ko'zga ko'rinarli darajada yuqori bo'lganligi ko'rsatilgan. Demak, bu grafikdan ko'rib olishga bo'ldiki, tuzni ko'p yegan vaqtida bizningki salomatligimiz ig'ir darajada ta'sirga uchrab, mayli tojsimon yurak kasali bo'lsin va yoki boshqa yurak qon tomir kasali bo'lsin, sababidan bo'lsin bizningki o'lib ketish nisbatimiz tuzni oz yeganlardan ko'z ko'rinarli darajada yuqori bo'ladi. Bu rasmda shu tuzni ko'p yeganlik sababidan kelib chiqadigan barliq kasalliklar ko'rsatilgan bo'lib, men yuqorida deb o'tgandagidek tuzni ko'p yegan vaqtida shu yurakninki, mingninki, börekninki, oshqozonninki zaxmiga uchraydiganligi tafsili ko'rsatilgan. Ben bu to'g'risida yana qayta tafsil to'xtalib o'tmayman. Men yuqorida deb o'tgandagidek tuzni ortiq yeyishning o'zi badanimizda nurg'unlagan o'xshamagan kasalliklarni paydo qilishi, oxirisida hayotimizga tahdid elib kelishi mumkin. Shunga tuzni cho'qim tuz miqdorini, kundalik tuz miqdorini cho'qim shu belgilangan chek doirada kontrol qilishimiz bizningki kelgusida sog'lom yashashimizga nihoyat muhim rol o'ynaydi. Shunga hammalarninki shu tuz miqdorini kontrol qilishga alohida diqqat qilishini umid qilaman. Tuz va sog'lomlik to'g'risidagi leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarninki diqqat qilib anglag'anlarga ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitim ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.